Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana Hikol fermadamiz. Toza Italiya Hikol quyonlari. Leylaxon singlimizni fermasidamiz. Bugun bir Hikollar ko'rsatib o'taman sizlarga. Tayyor Hikollar bular. Bular hammasi bo'g'oz bu quyonlar. Hozir narigi tomonini ham ko'rsataman. Mana keyingi tomoniga o'tdik. Bular mana bo'g'oz, mana 1-2 kunda tug'iydiganlar, mana yunglar to'kibdi bular. Bular hashaylar, toshib joylarni qilib qo'ygan. Mana hammasi bo'g'oz inshaalloh. Mana hammasi hashaylarda toshib qo'ygan. Ana oz-oz yung to'kishni boshlabdi bu. Mana bunisi tug'yapti ham shekilli. Hurmatli kuzatuvchilar, obuna bo'lmaganlar albatta obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Like'larni bosib qo'yamiz. Yangi quyonchilar uchun quyon sotiladi. Har xil yoshdagilari bor quyonlarda. 1 oylikdan boshlab 7-8 oylikgacha bor quyonlar. Mana bu ham yung to'kiyapti. Tug'ibdi bu. Endi borib narigi yoshroq quyonchalar boksga kiramiz endi. Mana bu 1 oylikdan boshlab 2 oy, 3 oy, 4 oy gacha ketgan. Shular ham sotuvda. Mana bu yoqlarda ham bor. Ko'p, juda ko'p quyon. Mana bu yoqlarda bor. Narigi xonada ham bor. Hozir u yerga ham kiramiz. Kimga qiziq bo'lsa Leylaxonga aloqaga chiqaverasizlar. Hozir endi keyingi xonaga kiramiz. Mana keyingi xonaga kirdik. Bir oyligidan boshlab 7 oyligigacha bor quyonlar.
Havo tozalayapti. Mana bu tomonlarda ham bor. Albatta like'larni bosib o'tamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Like'larni bosib o'z fikringlarni qoldirasizlar. Yana orqa xonaga chiqamiz. Hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar, bitta savol sizlarga. Men bu xonada nechta borligini bilib ketaman. Endi taxmin qilib ko'ramiz endi. Hozir bittadan bir ko'rsataman. Shu xonani o'zida nechta quyon bor? Albatta kommentariyaga bir yozib qoldiringlar. Mana bir qator ko'rdinglar. Mana yana bir ko'rsataman. Shu uchala qator kletkada nechta quyon bor? Sonini yozib o'tib ketasizlar. Gördüler. Nechta quyon bor?